Manda bolaligimda juda ham kam rasmlarim bor lekin. Ko'ramiz hozir. Qani? Suzani ko'ramiz. Shu 5 oylik paytlarim bo'lsa kerak shu. Menimcha. Men rosa semiz bo'lganman, kichkinaligimda dombo bo'lganman. Bu semizlikmi? Aha, yo'q. Men bunda ushlagan yarmi yo'q ekan rasmmi? Mamatlarim bunaqa bo'lganda, bulchka bo'lgan. Yomon semizcha bo'lganman. Keyin osib ketganman. Oyimlar rosa kiyintirishi, shunaqa cho'lkalar kesishi, nimadirlar qilishi rosa yaxshi ko'rardilar-da. Oyim ideyalari, men unaqa qiziqmasdim, juda jiddiy edim. Quyidagi rasm ham jiddiyligingizdan dalolat beradi. Maktab paytim rosa yomon ko'rardim, lekin men kamerani yoqtirmasdim. Hech ham kulmagan ekanman kichkinaligimda. Katta bo'lib, shu kollejga kirib, ozgina gapiradigan, ozgina odamga o'xshaganman.